Birinchi bosqichli sidr tutolmaslik muammosi bo'lganlar uy sharoitida ham bemalol mana shu mashqni qilsa bo'ladi. Chunki toz osti mushaklarda kegel mashqi, intim mashqlarini qilishdan oldin eng birinchi qiladigan muolajamiz ichaklarni tepaga ko'tarish bo'ladi. Ichaklarni, ichki organlarni diafragma sohasi bilan ishlaganimizdagina sizni kutgan natijasiga bemalol erishasiz. Nafas olib chiqaring. Ko'taring. Mana. Nafas olib chiqarib, shuni tepaga ko'taramiz. 20 martaga sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qo'rg'alarimizni shunaqangi holatga olib kelib, qo'llarimizni tiqamiz qo'rg'alarning sohalarning ichiga. Bunda diafragma ko'tariladi. Oyoqlarni yana buklagan holatda qo'llarimiz kindikdan 4 ta barmoq pastda nafas chuqur olib, har olganimizdan keyin qornimizni ichiga qo'limizni tiqishni boshlaymiz va tepaga ko'taramiz. Bunda ham 20 marta ushlab turamiz. Bu mashqni siz bir kunda 3 mahal 3 ta podxoddan qilasiz.